Ivan Bunin rus adabiyotidan birinchi bo'lib Nobel mukofoti olgan yozuvchi hisoblanadi. U 1917-yilgi inqilobdan keyin Rossiyani tark etib, asosan Fransiyada yashaydi va ijod qiladi. Bugun biz gaplashadigan Qorong'u xiyobonlar hikoyalar to'plami ham aynan uning urush yillari va surgundagi ruhiy holatini aks ettiradi. Kitob haqidagi fikrlarimni boshlashdan avval videoga like bosib, do'stlaringizga ulashib qo'yishingizni, bir burchakni qo'llab-quvvatlashingizni iltimos qilardim. Bu orqali kitoblar haqidagi videolarning ko'proq ko'rilishiga hissa qo'shgan bo'lasiz. Tushunganingiz va qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Qorong'u xiyobonlar hikoyalari to'plami haqida adabiyotshunoslar rus adabiyoti tarixida faqat muhabbat mavzusiga bag'ishlangan yagona kitob deb adashgan. Haqiqatdan kitobdan o'rin olgan 40 ga yaqin hikoyalarning hammasini muhabbat bitta chiziqda bog'lab turadi. Mavzu umumiy bo'lsa-da, hikoyalar, ulardagi obrazlar rang-barang. Qaysidir hikoyada ilk muhabbat haqida o'qisangiz, boshqasida kechikkan, imkonsiz yoki taqiqlangan sevgini ko'rasiz. Kitobni sevgi va vaqt, sevgi va o'lim, sevgi va tavba haqidagi hikoyalar majmuasi desa bo'ladi. Hikoyalar qisqa va shunday bo'lsa ham muallif ko'pincha tabiatni erinmay, eng kichik detallarigacha tasvirlaydi. Hatto butun boshli hikoyada ham faqat tabiat tasvirini o'qishingiz mumkin. Bunin hikoyalarda tabiat va inson ruhiyatini mukammal uyg'unlashtira olgan yozuvchi. Boya aytganimdek, bu kitobda muhabbat haqidagi hikoyalar jamlangan, ammo undan romantika, jozibador sevgi izhorlarini kutish kerak emas. Bunin bu hikoyalarda qandaydir voqea yoki sujet to'qimaydi. Hech bir hikoyada alohida boshlanish yoki yakun yo'q. Shunchaki oddiy odamlar hayotining bir necha soati, bir necha kunini boricha o'sha joyning o'zidan ko'rsatadi. Masalan, to'plamga nomi berilgan Qorong'u xiyobonlar hikoyasini olaylik. Yomg'irli kuz kuni aravada ketayotgan kishi tasodifan yo'l bo'yidagi kichik uyga kirib, egasi bir paytlar u bilan sevishgan ayol ekanini bilib qoladi. Ular qisqa suhbatda o'tgan sevgilari, erkakning noto'g'ri tanlovi va ikkisining ham yo'qotilgan baxti haqida gaplashishadi. So'ng erkak yana yo'lida davom etadi, ammo hikoyani boy tasvirlar bilan o'qir ekansiz, 30 yildan so'ng uchrashgan, ikkisi ham ancha qarib qolgan sevishganlarning shu paytdagi hissiyotlarini, sobiq sevgilisidagi yillar o'zgartirgan qiyofalarni qanday ko'rayotganini his qilib turasiz. Yozuvchi sevgi haqida qanday bo'lishi kerak nuqtai nazardan emas, aslida real hayotimizda qanday bo'ladi nuqtai nazardan gapiradi. Qahramonlarning aksariyat ham o'tgan hayotiga qaytib qarayotgan, kechikkan qarordan og'riq his qilayotgan odamlar bo'lishadi. Kitob alohida hikoyalardan iborat to'plam bo'lsa ham, kompozitsion tomondan va mazmun jihatidan juda tartibli jamlangan. Har bir hikoya yangi joyda, yangi odamlar bilan sodir bo'lsa ham, ularning ichki olami, tuyg'ulari, muammosi bir-birini davom ettirayotganga o'xshaydi. Xuddi yozuvchi turli holatlardagi odamlarni bitta laboratoriya stuliga qo'yib, sevgi ularning har birida qanday ishlashini sinab ko'rgandek tasavvur beradi. Bu kitobning o'ziga xosligi shundaki, Bunin muhabbatni ideallashtirmaydi. Bu hikoyalarda toza, beayb, hamma narsani yengib chiqqan sevgi yo'q. Qahramonlar ko'pincha sevgi tufayli emas, sevgi bilan bog'liq tanlovlari tufayli azob chekishadi. Kimdir qo'rqadi va sevgi yo'lini tanlamaydi. Kimdir nafsini sevgidan ustun qo'yadi, kimdir jamiyat hukmidan qo'rqadi, kimdir kechikadi. Natijada qahramonlarcha sevgi emas, insonning qo'rqoqligi, kechikuvchanligi, nafsi tufayli yakunsiz va iztirobli hikoyalarga aylanaveradi. Muhabbat insonni sinovdan o'tkazadigan maydon. Har kim bu maydonda o'z darajasida yutadi yoki yutqazadi. Kitobni o'qib, ba'zi voqealarni, faktlarni, hatto yuzlarni ham unutish mumkin, lekin his-tuyg'uni, ayniqsa sevgi va yo'qotish hissini inson hech qachon unuta olmasligini his qilasiz. Shuning uchun ham kitobga Qorong'u xiyobonlar nomining tanlanishi ramziy ma'noda kelgan. Ya'ni xiyobon ikki yo'l orasidagi tanlovga ishora qilsa, qorong'ulik noaniqlikni va ichki qo'rquvni anglatgandek go'yo. Til uslubi jihatdan ham asar qisqa, lekin ta'sirli jumlalar bilan yozilgan. O'zbek tilidagi tarjimani ham shu uslubni saqlab qola olgani uchun muvaffaqiyatli deya olaman. Hikoyalar 1937-1944-yillar oralig'ida yozilgan. O'tgan asrdagi joylar, obrazlar yoki detallar o'quvchiga notanish tuyulsa ham, muhabbat va tuyg'ular o'zgarmagan.
Shuning uchun ham hikoyalar sizga o'z tuyg'ularingizni, sog'inch va iztiroblaringizni eslatib yuborishi mumkin. Agar hozir muhabbatingizning qaysidir qorong'u xiyobonida qaysi yo'lni tanlashni bilmay turgan bo'lsangiz, bu kitob sizga tanlov qilishda va oqibatlari qayerlarga olib borishini ko'rsatishda yordam bera oladi. Yoqimli mutolaa tilayman. Bir burchakda esa keyingi videolarda ko'rishguncha.